Mana dunyodagi eng tez futbolchilar. Birinchi o'rinda siz o'ylagan odam emas. 8-o'rin Vinicius Junior 35.97 km/h tezlikda. Real Madridning braziliyalik qanot hujumchisi himoyachilar uchun quvnoqligi va chaqqon tezligi bilan dahshatga aylangan. 7. Achraf Hakimi 36.5 km/h tezlikda. Marokashlik PSG himoyachisi o'ng qanotida haqiqiy o'q, tezlikni birlashtiradi. 6. Erling Haaland 36.6 km/h tezlikda. O'zining ulkan bo'yiga qaramay, Manchester City hujumchisi ajoyib tezlikda o'ynadi. 5. Anthony Elanga 36.91 km/s tezlikda. Nottingham Forestning shved qanot himoyachisi qanotda tezligini namoyish etdi. 4. Alfonso Davies 37.1 km/h tezlikda. Bayern Munixning yo'l yuguruvchisi yana bir bor dunyodagi eng tez to'liq himoyachilardan biri ekanligini isbotladi. Olganlarga o'tishdan oldin qaysi o'yinchi yaxshiroq ekanligi haqida fikr bildiring. Pedri yoki Jude Bellingham. Eng ko'p reaksiya olgan izohni va bu videoni 10 kishi bilan ulashadigan har bir kishini kuzataman. 3. Kyle Walker 37.31 km/h tezlikda. Har doimgidek portlovchi bo'lsa-da, AC Milan to'liq himoyachisi o'z mahorati bilan hayratda qoldirmoqda. 2. Mickey van de Ven 37.38 km/s tezlikda. Tottenham markaziy himoyachisi Premier Liga tezlik rekordini yangilab, hammani hayratda qoldirdi. Dunyodagi eng tez o'yinchi kim deb o'ylaysiz? Izohlarda ayting.